G'ishtlarni urib bo'ldik. Setkani bir tomondan o'radik. Oxiri miyani lampochkasi ham kuyib qoldi. Soat filyondan yarim minut o'tdi. Setkani yarmini o'rab yubordik, Xudoga shukr. Endi ertaga shu kafilgalikda qatirib olsak, tepa qismini qo'yib olsak, Xudo xolasa bitdik-ku. Qandil qo'ymoqchiman. Bir bo'lakcha qandilidan. Aylanasiga bir kulminatsion joyini qilmoqchiman-da. U qandil u mayli. Uni tepasiga setka qo'ygandan keyin u tepadagi setka ulgurdi. Qanday qatirishga kalla qisib qoldi. Kiran chaqirmasmiz axir, to'g'rimi? Ko'tarib turing, tepani qatirib olay deb. Miya ishlamay qoldi oxiriga kelganda. Hayolimda shu tepani qanday qatiramiz ekan. Pastga amallab oldik. Ha, miyani lampochkasi o'chdi. Bitirib yubordik, Xudoga shu oson emas ekan lekin bitib ketdi yarimi. Nasib bo'lsa ertaga yarimini bitib o'rasak, tepasini yopib olsak bo'ldi. Qandillari. Voh. Lekin go'zal chiqdi, Xudo xolasa. Juda chiroyli. Setgacha ko'rinmayapti-yu, atak aylanasiga setka o'ralib chiqdi. Aylanasiga g'ishi bo'ldi. Juda chiroyli bo'ldi, Xudo xolasa. Tepa o'ylantirib qoldi-da shu. Ertaga bir urinsak, Xudo xolasa, qushlarni olib kelaveramiz-da. Qushmikin, bir kallama kelib qoldi. Olmaxon boqsammikin buning ichida. Olmaxonni o'zi ham qimmat ekan-ku. Lekin juda chiroyli ideya bo'lardi. Qani bitorsincha ham Xudo xolasa. Chiroyli chiqyapti, ko'z tegmasa.